boshladik. Xo'p, siz agar Surxondaryodan bo'lsangiz, degani kerak emas bizga hozir. Naryoqda qilishimiz kerakmi? Yo'q, mayli ayting. Ha. Xo'p, qadrli kuzatuvchilar, bizlar hozir Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida biz mana shunaqangi ajoyib bir xonadonda tunkafonn ishlari bo'ldi. Bu ishni o'zimizni qo'limizdan chiqqan mana shu shogirdimiz Muhammadjon qilib berdi. Xo'p, qanaqangi xizmatlar bo'lsa, misol uchun tayyorlab berishmi tunkani, yoki ustanovka qilish kerakmi? Hamma xizmatlar bor, bemalol o'zimizda qanaqangi ishlagan bo'lsak, xuddi shu holatda o'sha hamma yog'ini o'rganib kelib, sifatli tunkafon xizmatlarini olib boryapti. Shu yerda nomerlarini qoldirib ketamiz ekran ostida. Bemalol murojaat qilasizlar. Telefon qilasizlar o'sha nomerlarga. Mana shunaqangi ajoyib, chiroyli holatda qilib beradi. O'sha stanoylari hamma yog'i o'zida bor. Tunka deysizmi, stanoy yasab berish hamma yog'i bor. Hop, yasab beradilar. Murojaat qilaverasizlar. Narxlarini misol uchun o'sha telefon orqali kelishasizlar. Yasab berish xizmatini ham, ustanovkasini ham, hamma yog'i ichidasi ham kelishasizlar. Hop. Xizmatlar Surxondaryo bo'ylab ketadi. Qo'shni tumanlarga ham bemalol aloqada bo'lasizlar. Aloqaga chiqsanglar, qo'shni tumanlarga ham chiqib qilib berish mumkin xizmatlar. Misol uchun qanaqangi fasonlarni xohlasangiz, misol uchun yangi chiqqan hozirgi fasonlar, xohlagan o'zingizga yoqqan fasonni tanlaysiz, yoki sizga taklif qiladi. Mana bu fason hozir trendda, misol uchun buni qiling, buni sizda nima deydi? Imoratingizga moslab ham o'shanaqangi fasonlarni qilib berish mumkin. Takliflarni beradi. Xohlasangiz siz taklif bering, mana shunaqa qilib bering deb. Любой o'zingiz tanlagan fasonlaringizni qilib beradilar. Yani shu shogirdimiz bemalol murojaat qilaverasizlar.